Lekin Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam 39 yoshga kirgan vaqtda bir xil jimg'o'r bo'lib qoladi. Kishilar bilan aralashishni yaxshi ko'rmaydigan, ko'p o'ylanadigan, ko'p tafakkur qiladigan bo'lib qoladi. Ay ötüdü, yıl ötüdü. Müslümanların toplanan açlıkları tügeşke başlaydı. Müslümanlar kamal kılıngan, muhasirge ilingan o Beni Haşim cilgisinden küçük ballarının açlıktan yığılgan avazları kilişke başlaydı. Etraftaki müşrikler, münafıklar, Medine'den sürgün kılıngan Yahudiler Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a karşı sep düzüş için toxutmayı plan tüzüdü. Ula ahire hemmesi gerçi dini okşaması mı, itikadı okşaması mı Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam karşı birlik sep düzüp 10.000 kişilik koşun bilen Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ı yokutuş için Medine qarab yol aladı. Biz ilgirki dersimizde deganimizda Allah subhanahu va taala ta Adem aleyhisselamdan tortib Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam kadar her qandaq bir qavm, her qandaq bir millat, her qandaq bir coğrafiyani peygambersiz, yani yeteksiz, yol başsız qo'ygan emas. Allah taala Adem atımızın yaratgandan tortib bütün insoniyatning her qaysi coğrafiyalardagi her qaysi bir millatlarga o'zlarining ichidan tilni biladigan, ularni tushunadigan peygamberlarni avatgan. Allah taala peygamber avatmay turib ularni hargizmi azoplamaydi. Allah taala Qur'on Kerimda "Va ma kunna mu'azzibina hatta nab'a Rasula" biz elçi evetmey turup hiç kimni azaplamaymiz deydi. Bu ayet qaragan vaqtimizda Allah subhanahu va taala her bir milletga, her bir qavmga, her bir rayonga, yani ihtiyoç qarab Allah taala peygamber, yani özünün elçilerini evetgan. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam hadisda 124 ming peygamber evetilganligini naql qiladi. Bu 124 ming peygamber ichida faqat 4 nafarining arab ekanligi, boshqasining boshqa millatlardan ekanligi bayon qiladi. Ba'zi qarindoshlarimiz peygamberlar faqat mush arablardan chiqamdi yoki mush islom dini peygamberlik faqat mush o'ttir sharq bilan markazlashganmi deb xato tushunib qoladi. Amaliyotda Allah subhanahu va taolo har bir yurtga, har bir millatga, har bir davlatga, har bir rayonga o'ziga yarasha payg'ambarlarni avatgan. Eng oxirida bo'lsa, ya'ni Isa alayhissalom vafot tepib 6 asr yoki 5 asrga yaqin o'tgandan keyin Allah subhanahu va taolo payg'ambarlarni Bani Isroillarning avlodidan emas, Ibrohim alayhissalomning yana bir bolasi Ismoil alayhissalomning avlodidan chiqarishni iroda qilgan. Uningdan ilgari Bani Isroillar bizning otimiz Ibrohim alayhissalomning duosi va payg'ambarlar faqat bizning avlodimizdan chiqadi deb qarashatdi. Amaliyotda ular Ismoil alayhissalomning Ibrohim alayhissalomning avlodi ekanligi, Ismoil alayhissalom arablar bilan to'y qilib, uning bolalarining ko'payganligini biladi yoki bilmaydi. Shuning uchun Bani Isroillar arablar bilan bo'lgan surkirishda zaman oxiri bo'lganda oxirgi payg'ambar chiqadi, u bizning aramizdan chiqadi, bizning nasibimizdan chiqadi. Biz o payg'ambarga ergishib, sizlar arablarni yo'qitamiz, sizlarning usullarni g'alaba qilamiz deydi. Ammo ular tilga olgan oxirgi payg'ambar o'zining ichidan emas, dal o'zi o'ch ko'radigan, o'zining dushmani bo'lgan arablarning ichidan chiqdi. Ya'ni Allah subhanahu va taolo payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomni Makka da yashaydigan Abdullah ismli dadining Amina ismli onaning avlodidan tanlashni iroda qildi. Ya'ni payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom milodiya 571-yili Makka shahrida dunyoga kelgan. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom dunyoga ko'z ochishdan 2 oy burun dadisi vafot topgan. Tug'ilib 4 yoshga kirmay onasi vafot topgan. Onasi vafot topgandan keyin payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomni bovisi, ya'ni dadisining dadisi Abdul Muttallib boqadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom 8 yoshga kirgan vaqtda bovisi Abdul Muttallib vafot topadi. Undan keyin payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomni dadisining akisi, ya'ni tag'isi Abu Talib himoyasiga oladi. O'zining bolasiga qanday kuyunsa, shunday kuyunib boqadi. Esimizda bo'lgandek Ibrohim alayhissalom 80 yosh kirguncha farzand yuzi ko'rmagan. 80 yosh kirgan vaqtda bir farzand yuzi ko'rgan. Ismoil ismli farzandni ko'rgan. U vaqtda Alloh taolo Ibrohim alayhissalomga "Sen bu balangni Makkaga olib qo'y" deb vahiy qilgan. Ibrohim alayhissalom 4 ko'z bilan kutgan bu buvoqni qo'liga ola olmay, yurikiga tangmay Allohning buyrug'iga bo'ysunib, qaqas cho'llik odam yashamaydigan Makkaga akab qo'ygan. Shunday qilib Ismoil alayhissalom va onasi Hajar Makkaga o'rinlashgan. Alloh taolo Hajar onamizga Zamzam quduqini chiqarib bergan. U yerga suv paydo bo'lgandan keyin Yamandan kelgan Jurhum arablari u yerga Hajar onamizning ruxsatidan o'rinlashgan. Shunday qilib u yerda arab mahallasi shakllangan. Ismoil alayhissalom cho'ng bo'lgandan keyin ana shu arablarning qizini Ismoil alayhissalomga elib bergan. Shunday qilib Ismoil alayhissalomning avlodlari Makkada ko'paygan. Ibrohim alayhissalom Allohning qatma-qat sinoqlaridan o'tgandan keyin Alloh taolo Ibrohim alayhissalomga
alayhissalomga buning barabariga nurg'ulg'an ortiqchilik va fazilatlarni bergan. U ortiqchiliklarning birisi bo'lsa, yer yuzida tunji qatim Allohga ibodat qilish uchun bino qilingan Ka'bani bino qilish. Ka'baning ul asosi farishtalar tomonidan qo'pirilgan deyiladi. İbrahim alayhissalom o'g'li Ismoil alayhissalom bilan Allohning buyrug'iga binoan u Ka'bani bino qildi. Ondan keyin Alloh taolo İbrahim alayhissalomga hajni e'lon qilgan deb buyruq qilgan. İbrahim alayhissalom Allohning buyrug'i bilan hajni e'lon qilgan. Ana shu vaqtdan tortib ta payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom qadar va ta bugun qadar haj davomlashmoqda. Hajning tunji e'lon qilinishi bo'lsa İbrahim alayhissalomdan boshlangan. Mana bu sababdan Makka kishilar har yili haj qilish uchun keladigan diniy markazga aylangan. Kishilar har yili haj qilish uchun kelib to'planganligi uchun bu qaynoq bozor savdo markaziga aylangan. Shundaqla Shamdan Yamanga yoki Yamandan Shamga boradigan tijorat karvonlari Makkaga tushib o'tadi. Bu sababdan Makka cho'ng bir diniy markaz, shundaqla Arab yarim orolidagi eng cho'ng tijorat markaziga aylangan. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom mana shundaq ham diniy markaz, ham qaynoq tijorat markazi bo'lgan Makka shahrida dunyoga kelgan. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning yoshlik davri Makkadagi boshqa yoshlarga o'xshash poda beqishlan o'tgan. Qur'onga yetgandan keyin boshqa shahar, boshqa rayonlarga boshqalarning malini olib setib akib beradigan shundaq tijorat ishlari bilan shug'ullangan. Mana shundaq boshqalarning malini boshqa shaharlarga olib setish jarayonida Hazrat Xadicha, ya'ni Makkadagi cho'ng savdogar ayol Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomdagi samimiyat, rostchilik, omonatdorlikni ko'rib, uning bilan to'y qilish taklifini qo'ydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bunga qo'shilib, 25 yoshida Hazrat Xadicha bilan to'y qildi. To'y qilib 2 yil o'tgandan keyin 27 yoshga kirgan vaqtda tunji o'g'li Qasim dunyoga keladi. Qasim 2 yoshga kirmay vafot topadi. Ondan keyin Alloh taolo payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga 30 yoshga kirgan vaqtda cho'ng qizi Zaynabni ato qiladi. 33 yoshga kirgan vaqtda qizi Ruqya dunyoga keladi. 34 kirgan vaqtda Ummu Kulsum dunyoga keladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom yosh vaqtidan tortib kishilar bilan nihoyat ko'p aralashadigan ijtimoiy bir odam edi. Lekin payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom 39 yoshga kirgan vaqtda bir xil jimg'or bo'lib qoladi. Kishilar bilan aralashishni yaxshi ko'rmaydigan, kishilarni o'zini elib qochadigan, ko'p o'ylanadigan, ko'p tafakkur qiladigan bo'lib qoladi. Shundaqla haq-huquq masalasida kishilarning boshqalarning haqidan qo'rqmasligi, aqida masalasida kishilarning ozg'unligi petib ketganligi, ya'ni butlarga chuqunishi va axloqiy jihatda chirib ketishi payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomni nihoyat azoblaydi. Lekin payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom qaysi yo'lning to'g'ri ekanligi, nimaning xato, nimaning to'g'ri ekanligini bilmay tengirqash ichida yashaydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom 40 yoshga kirganda 6 oy qolgan vaqtida Hiro tog'idagi g'orning ichiga kirib o'ylanadi, tafakkur qiladi. Yemekliklarni elib olib, oylab, kunlab u tog'ning ustidagi g'orning ichidan chiqmay ibodat qiladi, ya'ni tafakkur qiladi. Mushundaq davomlashgan kunlarning birida milodiya 610-yili Ramazon oyining 27-kunisi payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom 40 yoshga kirgan vaqtida tuyuqsiz payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga Jibril alayhissalom odam sifatida kelib, "Ya Muhammad, iqro, ey Muhammad, o'qig'in" deyish orqali tunji vahiyni o'qi degan buyruq bilan nozil qiladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom nihoyat qo'rqib ketadi. "Menga ko'ringani jinmidi, menga nim bo'lgandi?" deb ketadi va uyga qaytib bo'lgan ishlarni ayoli Hazrat Xadichaga aytadi. Hazrat Xadicha, "Yo'q, sizga jin chaplashib qolmadi. Sizga ko'ringani jin emas. Balkim sizni taqa Alloh payg'ambarlikka tanladimi? Ilgari Musa, Isolarga o'xshash. Yuring, tag'am Varaqat ibn Nawfalning qashiga boraylik. U xristianlarningki Tavrat va Injillarni yaxshi biladi. Undan maslahat olaylik" deb payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomni Varaqat ibn Nawfalning qashiga olib boradi. Varaqat ibn Nawfal bo'lgan ishlarning hammani anglagandan keyin Alloh bilan qasam, bu Musaga, Isoga tushirgan payg'ambarlikka o'xshaydi ekan. Sen payg'ambar bo'ldiga o'xshaysa, agar sen payg'ambar bo'lgan vaqtda, kishilar seni yurtingdan qo'g'lab chiqargan vaqtda men yosh bo'lgan bo'lsam, sana yordam beretdim deydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom buni anglab hayron qoladi. Men payg'ambar bo'lsam, kishilar meni yurtimdan qo'g'lab chiqaramdi. Varaqat ibn Nawfal bundaq bir vazifani elib kelgan har qanday bir kishi dushman tutiladi, yurtidan qo'g'lab chiqaradi deb bu payg'ambarlikning xarakterini payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga aytib beradi. Shunda qilib milodiya 610-yili oxirgi payg'ambarlik Muhammad alayhissalomga yuklanadi. Bu vaqtda atrofdagi davlatlar nima ish qiladi? Ularning ahvoli qanday edi? Bu vaqtda butun dunyoning ahvoli nihoyat barbod edi. Masalan, Xitoy qarab qolgan bo'lsak, Xan sulolasi vayron bo'lib, Suy sulolasi amdila bosh ko'tarayotgan, ammo butun oymoq urushiga petib ketgan holatda edi. Hindiston ichki urushda nihoyat qalaymiqonchilikda edi. Xristian, yahudlarning ahvoli texmo betar edi. Xristian dunyosi siyosiy jihatda kuchli bo'lsa-mu, lekin aqid e'tiqodda nihoyat ozg'un edi. Ular ayol kishini odammi, odam emasmi, ya'ni inson turiga tava maxluqmi yoki emasmi, sudi qo'lni yusoq bo'lamdi, bo'lmamdi deb shunda xurofotlikqa, ozg'unlikqa petib ketgan edi. Turklar bo'lsa, biz Uyg'urlar daxil O'rta Osiyoga hukmronlik qilgan Ko'k Turk imperatorligi va Avar imperatorligining ostida yashaydi. Arablarning ahvoli nihoyat betar edi. Qabilalar aro oddiy sabablar tufayli urushatdi, qizlarni tirikkumatdi. Aqida e'tiqodda bo'lsa, butunlay ozg'unlikda edi. Nihoyat oz qism kishilar Hanif dinda, ya'ni Ibrohim alayhissalom qoldirib ketgan to'g'ri dinda edi. Ya'ni butga ibodat qilmaydi, Allohning boshqasining nomida bir narsani bo'g'izlamaydi. Ammo bularning soni nihoyat oz edi. U davrda siyosiy jihatda rayon xarakterlik eng chong siyosiy kuch bo'lsa, Sasaniya imperatorligi va Bizantiya imperatorligi edi. Mana bu payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga
alayhissalomga payg'ambarlik yuklangan vaqtda dunyoning umumiy ahvoli. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga payg'ambarlik yuklangandan keyin payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom eng avval da'vatni maxfiy holda o'zining tuqqanlaridan boshlaydi. 3 yil maxfiy da'vat olib boradi. Bu 3 yil jarayonida payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga faqat 40 atrofida kishilar ishonadi va agishadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom ularni Darul Arqamga yig'ib tushgan oyatlarni ularga o'qib beradi, islomni ta'lim beradi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom 3 yil da'vatni maxfiy qilgandan keyin da'vatni oshkorlaydi. Ya'ni kishilarni bir Allohga ibodat qilishga, butlarga ibodat qilmaslikka, jazoni yemaslikka, o'g'irlik qilmaslikka, zina qilmaslikka buyuradi. Bu islomning ta'limoti u davrdagi kishilarga nihoyat ig'ir keladi. Chunki shu xil madaniyatning ustiga qurilgan bir hukmronlik bor edi. Agar payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning bu so'zlarini ijro qilsa, nurg'un kishilar qilayotgan tijoratni tashlashi lozim, qilayotgan eskishlarni tashlashi lozim. Shundaqla qo'ldagi u zulm qamchilarini tashlashi lozim edi. Nurg'unlagan huquqdorlarning huquqi qo'ldan ketishi, nurg'unlagan tijoratchilarning u qilayotgan tijoratni almashtirishi kerak edi. Bu sababdan payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning da'vatiga butun Makka mushriklari, Makkaning cho'nlarining hammasi qarshi chiqdi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom ularning qarshiligiga parvo qilmay da'vatini davom qiladi. Kishilarga islomni tushuntiradi. Islomga bir-birlab kishilar kirishga boshlaydi. Kishilarning bir-birlab islomni qabul qilayotganligi, payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning atrofiga to'planayotganligi Makkaning cho'nlarini g'amga soladi. Chunki qo'ldan xalq ketdi degan gap, huquq ketdi degan gap. Ular payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning qashig'iga kelib, "Ey Muhammad, agar maqsading pul bo'lsa, biz senga pul yig'ib oramizga eng boy kishi qilib o'taylik. Agar maqsading huquq mansab bo'lsa, biz seni o'zimizga boshliq qilaylik. Agar maqsading go'zal ayol elish bo'lib qolsa, biz eng go'zal ayolni tepib sana elib beraylik" deydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom o'zining davosining mohiyatini ularning tushunmaganligini ularga aytib, bir qulamga oyni, bir qulamga quyoshni qo'ysanglarmi, bu da'vatimdan to'xtamayman deydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning davosi, xotin davosi, mol shuhrat davosi yoki nom atoq davosi emas edi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning davosi butun kishilarni bir Allohga ibodat qilish, Alloh degandek yashash, Alloh buyurgan ishlarni qilish, qilayotgan tijoratlarida Alloh cheklagan ishlarni yenish edi. Shuning uchun payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom ularning bu talablarini rad qilib davosiga davom qiladi. Lekin mushriklarning payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga va payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga ergashgan kishilarga bo'lgan aziyati aslo va aslo to'xtamaydi. Hatto payg'ambarlikning 5-yiliga kelgan vaqtda mushriklarning musulmonlarga solgan aziyati haddidan oshadi. Bo'libmi igichaqsiz yolg'iz musulmonlarni nihoyat qattiq qiynaydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bu bir-birlik musulmonlarni jonni saqlash, iymonni saqlash maqsadida Madinadan Habasistonga hijrat qilishga buyurdi. Bu islom tarixidagi tunji hijrat hisoblanadi. Bu tunji hijrat karvoni 12 er va 4 ayoldan jami 16 odamni tarkib topgan edi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bu igichaqsiz buzoq qilingan musulmonlarga o'zining kuyovli Hazrat Osmonni bosh qilib yo'lga soladi. Ya'ni payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom mana shunday badal to'laydigan yerda eng avval o'zining avlodi, o'zining bolalaridan boshlaydi. Makkaning cho'ng oqsoqollari bir turkum kishilarningki uning qo'ldan qochib Habasistonga hijrat qilib ketganligini anglab nihoyat ochiq keladi va qilib qolgan musulmonlarga bo'lgan zulmini texmi chingitadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom ikkinchi qatim 83 er, 18 ayoldan tarkib topgan 101 kishilik karvonni Habasistonga yo'lga soladi. Bu ikkinchi qatimliq Habasiston hijrati hisoblanadi. Bu karvonga Hazrat Alining akasi Ja'far ibn Abi Talibni boshliq qiladi. Mushriklar ikkinchi qatim yana bir turkum musulmonlarningki Habasistonga hijrat qilib ketganligini anglab nihoyat ochiq keladi va darhol keyinni qo'g'laydi. Lekin yetişemeydi. Ve ular Habasiston podshohiga eng yaqin va do'sti bo'lgan Amr ibn Asni u muhojir sahobalarni qaytirib aklishni avatidi. Amr ibn As nurg'ulg'an sovg'a salomlar bilan Habasistonga keladi va u muhojir musulmonlarni qaytirib berishni talab qiladi. Habasistonning podshohi bo'lsa, ikkala tarafning gapini anglagandan keyin, "Yo'q, Isa ilib kelgan din bilan u Muhammad ilib kelgan dinning o'rtasida farq yo'q-kan" deb u musulmonlarni qaytirib berishni rad qiladi. Amr ibn As quruq qo'l qaytib keladi. Mushriklar Habasistonga hijrat qilib ketgan sahobalarni qaytirib kelolmagandan keyin ichi nihoyat ochiq bo'ladi va Makkada qolgan sahobalar zulmni texmi ig'irlashtiradi. Zulm ig'irlagan siri musulmon bo'lganlarning soni ko'payishga boshlaydi. Hatto Abu Jahl payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga nihoyat ig'ir haqorat qiladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom uchragan haqoratning ig'irligi tufayli mushrik tog'isi Hamza musulmon bo'ladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom: "Ey tog'a, sen tuqqandochilik tufayli musulmon bo'lding. Haqiqiy iymon et" deb islomni tushuntirgandan keyin Hazrat Hamza haqiqiy musulmon bo'ladi. Keyinda Hazrat Umar musulmon bo'ladi. Hazrat Hamza bo'lsa Makkadagi nihoyat kuchli va cho'ng kishilarning birisi edi. Hazrat Umar bo'lsa Makkadagi kishilar qo'rqadigan, tap tatadigan no'ch kishilarning qatoridan edi. Bu ikki no'ch kishi musulmon bo'lgandan keyin musulmonlarga bir oz jon kiradi. Oshkor namoz o'qiy oladigan bo'ladi. Mushriklar payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga va sahobalarga zulm qilgan siri ularning kuchlanib ketganligi, soni ko'payib ketganligini ko'rib, ularga yumshoq vosita qo'llaylik. Qattiq vosita qo'llansak, ularning soni ko'payib ketadi ekan deb payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom va uning ishongan kishilarning hammasini Bani Hashim jilg'isiga qamaydi. Ya'ni sizlar mushiyada yashaysizlar, sizlar bilan ilm birim qilmaymiz, sizlardan bir narsa olmaymiz, bir narsa sotmaymiz, sizlarga qiz bermaymiz.
biz sizlardan qiz olmaymiz deb ularni ana shundoq bir muhosiraga oladi. Embargo yurgizadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning ayoli Hazrat Xadija cho'ng savdoga boy ayol edi. Hazrat Xadija butun mol-mulkini ana shu embargo mezgilida ochliq setib olib, musulmonlarga taqitib tugutib o'tadi. Makka mushriklar bo'lsa sirtdan kelgan mollarning hammasini setib olib, ularga setib bergan olmaydi. Va yoki necha has yuqori bahoga sotadi. Shunda qilib musulmonlarning qiyin kuni boshlanishga boshlaydi. Oy o'tadi, yil o'tadi. Musulmonlarning to'plagan ochliqlari tugashga boshlaydi. Musulmonlar qamal qilingan, muhosiraga ilingan o Bani Hashim jilg'isidan kichik bolalarning ochliqdan yig'ilgan ovozlari kelishga boshlaydi. Hatto bir qancha bolalar ochliqdan o'lib ketadi. Hatto ba'zi sahobalar deydi, "Qursqam och, yo'ldan bir tiri uchrab qoldi. Men o tugining tirisini opirib yudim, pokizildim. Ondan keyin shuni yedim, shuning qo'ytida 3 kun o'ritudim" deydi. Demek Allah işengen peygamberinin keyinden mangan sahabalar ana şunda qiyinchiliklarga uchragan. Bu muhasira 3 yıl davom qiladi. Bu muhasirada Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamga ishonmasimi, uning keyinde turgan Peygamberimizni qovdigan Hazreti Abu Talib vafot topadi. Shundaqla Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamga ma'naviy va moddiy jihatda yer yulak bo'lgan ayoli Hazreti Xadija vafot topadi. Shunda qilib Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam 3 yillik muhasiraning ichida ikki qanotidan ayrilgandek bo'ladi. Bu 3 yillik muhasira Mekkadagi insonlikqa vijdoni o'lmagan mushriklarning qarshi turishi bilan amaldan qoladi. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam ayoli Hazreti Xadija va tag'is Abu Talibdan ayrilgandan keyin ko'ngli nihoyat yerim bo'ladi. Mekkada bo'lsa musulmonlarning da'vati kengaymaydi. Bu sababdan Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam qo'shni shahar Toyib qarab yo'lga chiqadi. Toyibga chiqib u yerning cho'nglar bilan ko'rishib, ularni iymonga, islomga chaqiradi. Afsus, uyanın çoğunları sendek bir adamni Allah peygamber qilib tanlamdı. Eğer seni Allah peygamber qilib tanlagan bolsa, undaq dinga biz kirmaymiz degan o'xshagan gaplar bilan Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamdan nayt ig'ir haqoratlaydi. Hatta Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamni qo'g'lab kichik bolalarga pul berib tosh otqizib qo'g'ilib o'tadi. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam bu yerdan qalbi yoriga qonga to'lgan holda nayt azoblanib qaytadi. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam Toyibdan ana shundaq zarb yeb kirgandan keyin ruhiy jihatda nayt azoblandi. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamni Allah Taala qilish, qadimini mustahkam qilish uchun Mi'raj qilib chiqadi. Ya'ni Alloh taolo Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamni kechida Makkadan sayr qildirib, Masjidil Aqsoga olib borib, u yerdan osmonga elib chiqib, barzax hayotini ko'rsatdi. Va o'lgandan keyingi g'ayb deb ataladigan, biz bilmaydigan o hayotni Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamga ko'rsatdi. O hayotni ko'rgandan keyin Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam qaytadan ruhlanib, nihoyat kuchli iymon bilan keladi. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam bu voqeani aytgandan keyin buning mushriklar ichida Abu Jahl nihoyat xush bo'ladi. Endi Muhammadning atrofidagi kishilarni qaytiramiz. Chunki bu bir kechada osmonga chiqdim desa buningga kimmi ishinido deb bu voqeani anglagandan keyin darhol Hazrat Abu Bakrning qashiga boradi. Hazrat Abu Bakr "Ras Muhammad shundoq dedimi?" deydi. Abu Jahl "Ha shundoq dedi" degandan keyin Hazrat Abu Bakr "Agar Muhammad shuni degan bo'lsa, Muhammad yolg'on aytmaydi. Rast debdi" deydi. Abu Jahl nihoyat hayron qilib "Ey Abu Bakr, sen shuningga ishonamsa, kechada osmonga chiqdim desmi ishonamsa?" deydi. Hazrat Abu Bakr "Ey Abu Jahl, men Muhammadga osmondan menga vahiy tushdi degan gapiga ishoninglik. Osmondan vahiy tushdi degan gap bilan men osmonga chiqdim degan o'tirsda qanday bir farq bor?" deydi. Bu gapni anglagan Abu Jahl mat bo'ladi. Shunda qilib bu Isro Mi'raj voqeasi iymoni ojiz kishilarni iymondan yondirsa, iymoni mustahkam kishilarning iymonida texmi mustahkam qiladi. Bugun kunimizda bu fosiq iymonda ojiz kishilar bu Isro Mi'raj voqeasiga shubha bilan qaraydi. Hatto ba'zilar uni rad qiladi. Amaliyotda bo'lsa, Qur'on Karimda alohida tilga ilingan bir voqelik. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom Isro va Mi'raj voqeasini olib kirgandan keyin shu ise hajda har tarafdan kelgan kishilarga islomni tushuntiradi. Madinadan kelgan 6 nafar kishi Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning so'zini anglagandan keyin iymon aytib qaytadi. Bir yil o'tgandan keyin haj mavsumi yetib keladi. O'tgan yili musulmon bo'lib Madinaga qaytgan 6 nafar sahoba 12 bo'lib hajga keladi va Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bilan ko'rishadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom ularga islomni tushuntiradi va ularning hammasidan bay'at oladi. Ya'ni Aqaba degan joyda bay'at oladi. Allohga hech narsa shirk keltirmaslikka, o'g'irlik qilmaslikka, zina qilmaslikka, qizlarni tirik ko'mmaslikka, xiyonat qilmaslikka, tuhmat qilmaslikka qatorliq islom asosiy prinsiplari va axloqlarni o'z ichiga olgan bir qancha ishlar ustida ulardan bay'at oladi. Ularning hammasi bay'at beradi. Bu tunji qatimliq Aqaba bay'ati deb ataladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom ularga Hazrati Mus'ab ibn Umayrni qo'shib qo'ydi va Madinaga berib islomni tushuntirishga buyurdi. Hazrati Mus'ab Madinaga borgandan keyin kishilar bilan nihoyat inoq o'tadi va ular bilan insoniy aloqani qurib, ularga islomni tushuntiradi. Madinada islom kirmagan uy qolmaydi. Shundaqla Madinada islom qiziq nuqta kun tartibga keladi. Sa'd ibn Muaz o'xshash Madinaning cho'nglari musulmon bo'ladi. Bir yil o'tgandan keyin milodiy 622-yili Madinada musulmon bo'lgan bir qancha sahobalar Madina karvoni bilan birga haj qilish uchun Makkaga keladi.
Va shundaqla payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning kirish istikida u karvon qo'shilib kirdi. Ularning soni 75 nafar atrofida edi. Ular Makka kelgandan keyin Mus'ab ibn Umayrning urlashtirishi bo'yicha payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam bilan ko'rishdi va payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamga yana bir qatim bay'at qildi. Bu ikkinchi qatimliq Aqaba bay'ati yoki cho'ng Aqaba bay'ati deb ataladi. İkinci qatimliq Aqaba bay'atida Madinadan kelgan sahobalar payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamni "Ey Rasululloh, Madinaga birga ketayli, sizlar Madinada turasizlar" deb Madinaga ketishga da'vat qildi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam ulardan bir qancha ishlarni va'da olgandan keyin ularga ketishga qo'shildi. Ular hajlarini oxirlashtirib Madinaga qaytdi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam haj mavsumidan keyin musulmonlarni bir-birlab Madinaga hijrat qilishga buyurdi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning urlashtirishi bo'yicha sahobalar bir-birlab Madinaga hijrat qildi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam eng oxirida Hazrat Abu Bakr bilan Madinaga hijrat qildi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam bir qancha kun yo'l yurgandan keyin Madinaga yetib keldi. Madina xalqi bo'lsa payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning oldiga chiqib "Tala'al badru alayna min thaniyatil wada" degan nashidni aytib payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamni qarshi oldi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam Madinaning Quba mahallasiga kelib o'rinlashdi va u yerda tunji qadim qildigan ishi bo'lsa masjid bino qilish bo'ldi. U yerda masjid bino qilib bir qancha kun turgandan keyin payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam Madina shahri ichiga qarab mangdi va tugusni qo'yib o'tib Allohning vahiy qilishi bilan tugusi cho'kkan yerda Masjid-i Nabaviy, ya'ni hozirgi Madina haramini bino qildi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam Masjidil Haramni bino qilib bo'lgandan keyin ikkinchi qatim qilgan ishi bo'lsa Makkadan kelgan muhojir sahobalar bilan Madinalik bo'lgan Ansar sahobalarning o'tirisini qirindosh qildi. Ya'ni birisini birisiga chetib qirindosh qildi. Ondan keyin uchinchi qilib payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam butun Madina xalqi, Madina fuqarosining hammasining haq huquqini qo'ygan Wasiqatul Madina, ya'ni Madina vasiqasi nomli 52 betimliq Madina asosiy qonunini tuzdi. 4-chi qilib payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam bozor soldi. 5-chi qilib istixborot qurdi. Ya'ni payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam bir qancha sahobalarni atrofga tintinglash uchun urlashtirdi va avatdi. Shunday qilib payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam Madinaga kelibla bir davlatning asosini soldi. Ya'ni islomiy davlatni barpo qildi. Ikkinchi yil esa, ya'ni payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam Madinaga kelib, ikkinchi yil esa 3-oyning 13-kuni esa Badr urushi yuz berdi. Bu urushda musulmonlar g'alaba qilib nurg'unlagan g'animat oldi va shu yili payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam Banu Qaynuqa yahudilarining hammasini bo'ysundirdi. Chunki Banu Qaynuqa yahudilari haddidan eshib bir so'z setiq uchun bo'lgan musulmon ayolning kiyimini soldirib uni masxara qilgan. Bu sababdan payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam ularga qo'shin tortib, ularni bo'ysundirdi. Ondan keyin shu yili payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning qizi Ruqiya, ya'ni Hazrat Osmonning ayoli vafot topdi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam yana bir qizi Ummu Kulsumni Hazrat Osmonga yotliq qildi. Shundaqla shu yili Muhammad alayhisolam qizi Fatimani Hazrat Aliga qildi. Yani Moshil ichida, ya'ni hijratning 2-yili ichida payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam Hazrat Oyshaga uylandi. 1 yil o'tgandan keyin, ya'ni hijratning 3-yili ise Badr urushida mag'lub bo'lgan mushriklar qo'shin tortib Uhud deg'aning qishiga kirdi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam bo'lsa sahobalar bilan maslahatlashgandan keyin ularning oldiga chiqdi. Shunda qilib Uhud deg'aning qishda Uhud urushi yuz berdi. Bu urushda musulmonlar nihoyat ig'ir talafotga uchraydi. 70 ga yaqin qori shahid qilindi. Mushriklar butunlay ustunlikni qo'lga keltirmagan bo'lsa-mu, lekin musulmonlarga nihoyat ig'ir ziyon soldi. Uhud urushida musulmonlar nihoyat ig'ir talafotga uchragandan keyin atrofdagi munofiqlarning xo'rlik usudi. Hatto payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning qishiga kelib, "Ey Rasululloh, biz yangi musulmon bo'lgan qabila 10 dona sahobani bersang bizga din o'rgatib qo'ysa" deb ularni opirib qaslab o'ltirib o'tdi. Bu Raj'i vaqasi deb ataladi. Yani uzoq o'tmay boshqa bir qabila payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamdan 70 nafar sahobani so'rab islomni o'rganish uchun ularni opirib shahid qilib o'tdi. Mana shunday Uhud urushida musulmonlar ig'ir ziyonga uchrashi bilan atrofdagi munofiqlarning xo'rligi o'sib, musulmonlarga keyindan pichoq soladi. Hatto Madina ichidagi yahudlarning xo'rligi o'sib, payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamga har xil suiqasd planlaydi. Madina ichidagi Banu Nazir yahudilar aymiqi payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamni qaslab o'ldirish plani tuzadi. Buni bilib qolgan payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam ularga qo'shin tortib, ularni taslim qildirdi. Shundaqla Banu Nazir qabilasini Xaybarga surgun qiladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam Madina ichidagi Banu Nazir yahudilarini bo'ysundirgandan keyin Madinaning ichi muqimlashadi. Lekin atrofdagi mushriklar, munofiqlar, Madinadan surgun qilingan yahudilar payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamga qarshi saf tuzish uchun to'xtamay plan tuzadi. Ular oxiri hammasi garchi dini o'xshamasa-mu, e'tiqodi o'xshamasa-mu, payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam qarshi birlik saf tuzib, 10 ming kishilik qo'shin bilan payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamni yo'qotish uchun Madina qarab yo'l oladi. Bu tarixda Ahzab urushi deb ataladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam ularning kelganligini anglagandan keyin jiddiy shaklda sahobalar bilan maslahatlashadi. Ironlik sahoba Salman al-Farisining maslahati bilan Madinaning atrofiga, ya'ni dushman qo'shini besib keladigan u tarafiga xandak qo'llash plani o'ttirib qo'yildi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam buni muvofiq ko'rib, Madinaning atrofiga, ya'ni dushman keladigan u tarafga xandak qo'llashga buyurdi. Sahobalar kecha kunduz ishlab, qursuqqa asimi, qursuqqa tosh tengib ishlab 15 kunda nihoyat uzun bir xandakni bitirib chiqadi. Birlashma qo'shin Madinaga yetib kelgandan keyin xandakni ko'rib hayron qoldi. Chunki Arab rayonlarida xandak qo'llab urush qilish asla yuz berib boqmagan edi. Shuning uchun mushriklar buning qarta hech qanday tadbirlar kamiga edi. Birlashma qo'shin xandakdan o'tish uchun har xil usullarni qilib boqdi.
lekin o'tolmaydi. 1,5 oyga yaqin muhosira qilgandan keyin musulmonlarning mustahkam turishi bilan ular amonsiz buran chapqunda ularning chedirlarining hammasi uchib nurg'unlagan ziyonlarga uchrab chekinishga majbur bo'ladi. Xandak urushi jarayonida payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom va sahobalarga Madinaning ichidagi Bani Qurayza yahudilari keyindan pichoq soladi. Ya'ni Xandak urushida musulmonlar oldingi safda tajovuzchi qo'shinni chekindirib turayotgan vaqtida Bani Qurayza yahudilari u dushman bilan til biriktirib payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga keyindan hujum qilmoqchi bo'ladi. Bu sababdan payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom tajovuzchi qo'shinni qaytargandan keyin Udullan berib Bani Qurayza yahudilariga hujum boshlaydi va ularni taslim qildiradi. Shunda qilib Madina 3 Yahudi qabilasining pak-pokiz tozlanadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom tajovuzchi qo'shinni chekindirib Madinaning ichidagi xoin yahudilarni qo'g'lab chiqargandan keyin atrofda isyon ko'tarishga tayyor bo'lgan qabilalarga, rayonlarga askar avatadi va o'zi bosh olib chiqadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Bani Musalloq urushiga birga chiqadi va qaytishda Hazrat Oyshaga chaplangan tuhmat voqeasi yuz beradi. Bu voqea payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga eng og'ir kelgan voqealarning birisi. Alloh taolo oyat nozil qilish orqali fitnaga qanday muomala qilish, nima uchun tuhmat bo'ladi, u tuhmatlarga qanday muomala qilishni o'rgatib, Hazrat Oyshani o'zining oyati bilan poklaydi. Shunda qilib Madinaning atrofi va Madinaning ichidagi muqimlik butunlay qo'lga kelib bo'lgandan keyin payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom hijratning 6-yili ma'lum bir qancha sahobalarni boshlab Makka ga umr qilish uchun yo'lga chiqdi. Makka ga kelgan vaqtida mushuklar oldiga chiqib payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom va sahobalarni Makka ga kirgili qo'ymaydi. Ular bir qancha qatim da'tlash va sulh qilgandan keyin Hudaybiya sulhisi tuzildi va payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom qaytib ketib kilayil umr qilsa bo'ldiganligi va bir qancha yil o'tirsa urush bo'lmaydiganligidan iborat shundaq tinchlik sulhisi tuzildi. Hudaybiya sulhisi bilan Makkadan keladigan xavfni to'xtaydi. Bu sababdan payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom jiddiy shaklda islomni atrofga kengaytirishga kirishadi. Atrofdagi qabilalarga, podshohlarga hammasiga xat avatib islomga chaqiradi. 2 yilga bormagan vaqt ichida musulmon bo'lganlarning soni 18 yil ichida musulmon bo'lganlarning sonidan eshib ketadi. Hatto Habashistondagi Najoshi ham musulmon bo'ladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom ana shunday atrofdagi xavfning hammasini yo'qotib bo'lgandan keyin Habashistondagi musulmonlarni endi qaytib kelsanglar bo'ladi deb qaytib kelishga buyurdi. Ammo Madinaga keladigan tahdid faqat bir yerda qolgan edi. U bo'lsa-mu Madinaga 200 kilometr keladigan Xaybarga surgun qilingan yahudiylar payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomni yo'qotish, Madinaga hujum qilish uchun to'xtamay suiqasd planlayotdi. Bu sababdan payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom ularga qo'shin tortib hijratning 7-yili Xaybarni fath qiladi. Ular Xaybarni fath qilib turishiga Habashistondan kelgan Ja'far ibn Abi Talib boshchiligidagi musulmonlar shu yerda payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bilan uchrashadi. Hijratning 7-yili 11-oyida, ya'ni Zulqa'da oyida payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom sulhi bo'yicha nurg'ulg'an sahobalarni boshlab Makka ga umr qilish uchun mangadi va Makka ga kirib bir qancha kun turdi. Bu jarayonda Xolid ibn Valid, Amr ibn As va boshqa sahobalar musulmon bo'lib, musulmonlar safiga qo'shildi. Rasululloh Madinaga qaytib kelgandan keyin yana atrofga xat avatish, podshohlarni, imperatorlarni islomga chaqirish xizmatini davomlashtirdi. Bizantiya imperatori payg'ambarimiz avatgan elchini tutib olib, uning beshini oladi. Elchining kallasini elish deganlik urush e'lon qilganlik edi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom uning qo'shin tortish uchun 3000 kishilik qo'shin hozirlaydi. Ularga Zayd ibn Haris, Ja'far ibn Abi Talib va Abdullah ibn Ravahani qo'mondan qiladi. Va shundaqla birisi shahid bo'lib kelsa, yana birisi qo'mondan bo'lsin deb ularga belgilaydi. Bu qo'shinning ichida Xolid ibn Valid bir askar sifatida chiqadi. Shundaq qilib bu qo'shin Mu'ta degan joyga kelib Bizantiya qo'shinlaridan uchrashadi. Bu 3000 kishilik qo'shin Bizantiya imperiyasining 200 ming kishilik qo'shinlaridan shiddatli urush qiladi. Bu 3000 kishilik qo'shin 200 ming kishilik qo'shinning ichida muhosirada qoladi. Shundaqla payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom belgilab bergan 3 qo'mondonni hammasi shahid bo'ladi. Oxiri qilishni, bayroqni, qo'mondonlikni Xolid ibn Valid qo'lga olib 200 ming kishilik qo'shinning muhosirasini bosib, sahobalarni Madinaga sog'-salomat qaytarib keladi. Bu urushda musulmonlar g'alaba qilamagan bo'lsa-mu, lekin musulmonlar o'zining hayvasini ko'rsatdi. Hijratning 8-yili Makkadagi mushriklar Rasululloh bilan tuzishgan sulhiga amal qilmay, Rasulullohning himoyasi ostidagi Xuzo qabilasiga hujum qilib, uning ichida nurg'un odamni o'ldirdi. Shuning bilan Rasulullohning tuzgan sulhisi, ya'ni Hudaybiya sulhisi amaldan qoldi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom endi Makkani fath qiladigan payt keldi deb Makkani fath qilish uchun 10 ming kishilik qo'shin hozirlaydi. Shundaqla buni nihoyat maxfiy tutdi va 10 ming kishilik qo'shin bilan Makka qarab yo'lga chiqdi. Makkaning chegarasiga tushib, atrofning hammasi gulxon yaqinlar deydi. Makkaning atrofi gulxon bilan yurib ketdi. Makka mushriklar atrofga yaqilgan gulxonlarga qarab Muhammadning qo'shini nihoyat zo'r ekan deb amalsiz taslim bo'lishga majbur bo'ladi. Shunday qilib payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom o'zining ona yurti bo'lgan Makkani nihoyat tinch usulda fath qildi. Shunday qilib payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom imkon qadar qon to'kmaslik uchun uydan chiqmagan odam amin bo'ladi, falonning uyiga kirib olgan odam amin bo'ladi deb qarshilashmaslikka chaqiradi. Darvaqa nihoyat osonliklardan boshqasining hammasi qarshilashmay taslim bo'ladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Makkani fath qilgandan keyin o'ziga shunchalik dushmanlik qilgan, hatto o'zining avlodi Zaynabning o'lib ketishiga sabab bo'lgan ana shunday mushriklarning hammasini afu qiladi. Antum muttalaqa deb umumiy kechirim e'lon qiladi. Makka nihoyat ushtumtut va tinch holda ozod bo'lgan bo'lg'achqa atrofdagi qabilalar qarshilik ko'rsatishga ulgurmay amalsiz taslim bo'ladi. Lekin Toyib kishilar bo'lsa taslim
bo'lmaydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga qarshi 20 ming kishilik qo'shinni hazırlab Rasululloh bilan urush uchun Hunaynga keladi. Muhammad alayhisalom ularga qarshi 12 ming kishilik qo'shin bilan oldiga chiqib, ular bilan nihoyat shiddatli urushadi. Bu urushda musulmonlar dastlabida nihoyat ig'ir talafotga uchragan bo'lsa-mu, lekin oxirida yana g'alaba qiladi. Shundaqla nihoyat zo'r miqdorda g'animat oladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bu g'animatlarni Makka ga akirib, yanada musulmon bo'lgan qabila boshliqlari, cho'nglarning hammasiga yuzlab taqib beradi. Chunki payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bu orqali ularga illiq yetkazib, qalbini islomga moyil qilishni maqsad qilgan edi. Shunda qilib payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom Makkani fath qilib, atrofdagi shaharlarning hammasini tinch qo'lga keltirib bo'lgandan keyin Makkaga Attab ibn Usaydni vali qilib, hijratning 8-yili 11-oyning, ya'ni Zulqa'da oyida zafar bilan Madinaga qaytib keladi. Madinaga qaytib kelib, uzun o'tmay payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning o'g'li Ibrohim dunyoga keladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning Makkani fath qilganligi, Toyibni fath qilganligi atrofga anglab, atrofdagi butun arab qabilalari elchi avatib payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga bo'lgan bo'ysunishni bildiradi. Shu yili Madina elchilarning ko'pligidan qaynoq bozorga o'xshab ketadi. Hatto bu yili elchilar yili deb atiladi. Mana shundaq payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning arab yarim orollarning hammasini bo'ysundirib birlik keltirishi atrofdagi Bizantiya imperiyasining diqqatini tortdi. Endi Muhammadga qarshi turmasak tahdid bo'ldi ekan deb qarab payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga qarshi qo'shin tashkillaganlik xabari payg'ambarimizga yetib keldi. O vaqtki Bizantiya imperiyasi olsa bugun kunning Amerikasi edi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bu xabarni anglagandan keyin jiddiy holda qo'shin tashkillashga buyurdi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bu 30 ming kishilik qo'shinni hozirlash jarayonida nihoyat jabhat tortdi. Sahobalarning saxiyligi namoyon bo'ladi. Hazrat Abu Bakr, Hazrat Osmon, Abdurrahmon ibn Avflar mol dunyosini chiqib tashlaydi. Shunda qilib 30 ming kishilik qo'shin hozirlanib, u Bizantiya imperiyasining chegarasi bo'lgan Tabuk shahriga qarab otlanadi va 15 kun yo'l yurib u yerga yetib boradi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning 30 ming kishilik qo'shin bilan kelganligini anglagan Bizantiya imperiyasi 40 ming kishilik qo'shinni chekindirib qaytib ketadi. Chunki ular 200 ming kishilik qo'shin bilan 3 ming nafar musulmonlar qo'shinni urushtirib paqqan. 40 ming kishilik qo'shinning 30 ming kishilik musulmonlar qo'shiniga teng kela olmaydiganligini allburun pamlab bo'lgan edi. Shunda qilib Tabukda urush bo'lmagan bo'lsa-mu, lekin musulmonlar siyosiy jihatda, psixologik jihatda nihoyat ustunlik bilan qaytib keladi. Mana bu hijratning 9-yili 7-oyida, ya'ni Rajab oyida payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom o'zi bevosita qatnashgan eng oxirgi jang hisoblanadi. Shu yili, ya'ni hijratning 9-yili Habashdan podshohi Najashi vafot topadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom uning g'oyib namozini o'qiydi. Hijratning 9-yili payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hajga o'zi bormay Hazrat Abu Bakrni bosh qilib avatadi. Kelar yili payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom o'zi bosh bo'lib haj qilganligini e'lon qiladi. Atrofdagi sahobalar payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bilan birga haj qilish fursatini qo'ldan bermaslik uchun to'p bo'lib Madinaga to'plashadi. Hijratning 10-yili payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom haj qilish uchun Makka ga qarab yo'lga chiqadi. Shundaqla payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom qurbonlik qilish uchun 100 tuga oladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom Makka ga yetib kelib haj qiladi va vido xutbasini so'zlaydi. Shu yili payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bilan birga haj qilgan musulmonlarning soni 144 ming ekanligi tarixlarda naql qilinadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom haj ibodatini tugatib Madinaga qaytib kelgandan keyin Bizantiya imperatorligining qo'l ostidagi zaminlarda musulmon bo'lganlarning hammasini o'ldirish buyrug'i tushganligini anglaydi. Buni anglagan payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom jiddiy shaklda qo'shin tashkillab, u qo'shinga 18 yoshli Usamani qo'mondan qiladi. Shundaqla Jerif degan yerga berib, "Men buyrug'imni kutinglar" deydi. Rasululloh Usamaning qo'shini yo'lsab bo'lgandan keyin tuyuqsiz Rasulullohga baş ağrıqı tegedi. Şundaqlar Rasulullahның qizitmisi o'rlab, urun tutib yetib qoladi. Rasulullahның bu qitimqi ağrıqı ilgirki hech qaysiga o'xshamaydi. Rasulullahның ahvoli kundan kunga yomonlashib qarab mangadi. Dushanba kuni at degan, ya'ni hijratning 11-yili 3-oyning 12-kunisi. Milodiy 632-yili 6-oyning 8-kuni payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom nihoyat ig'ir qattiq sakratga tushadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning atrofiga sahobalarning hammasi to'plashib, Rasulullahning jon uzishi sakrat nihoyat ig'ir keladi. Rasulullahning qizi Fatima jon ata deb yig'lashga boshlaydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom Hazrat Fatimaning qulig'iga bir narsani deydi. Fatima kulib ketadi. Aniki Rasululloh Fatimaning qulig'iga yana bir narsa deydi. Fatima yig'lab ketadi. Shunda qilib payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom 23 yil ichida o'zining payg'ambarlik vazifasini ado qilgandan keyin bu dunyodan xo'shlashadi. Rasululloh vafot topgandan keyin Rasululloh kim o'rinbosari bo'ldi? O'rinbosari bo'lish jarayonida bir datalash chiqdimi? Undan keyin sahobalar ishlarni qanday elib bordi? Bu haqda kitoblar qiziqsanglar, diqqatinglar kelarki darsimizda bo'lsin. Izlar bisib üzülmedi bu karvan, Toğulmaqda Həmzə kəbi həm arsılan. Düşmən gəlsə şiddət bilən səl bulub, əslə bulsun əhzab günü yadımda.